Assalomu alaykum. Butun dunyo e'tiborida bo'lib turgan voqelik AQSh va Eron o'rtasidagi jarayonlar muzokaralar bosqichiga o'tdi deyish mumkin. Jeneva shahrida AQSh va Eron o'rtasida yadroviy kelishuv borasida ilk muzokaralar bo'lib o'tdi. Bu vaziyatda, ya'ni ushbu muzokaralar ketish jarayonida Eron ham Hormuz bo'g'ozida harbiy mashg'ulotlar boshlab yubordi. Dunyoning aksar neft tashuvchilari o'tadigan asosiy magistral dengiz yo'li bo'lgan ushbu joyda xavfsizlik nuqtai nazaridan ushbu yo'lning yopilishi bilan neft narxi 1% ga global miqyosda oshgani ma'lum qilinmoqda. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. O'ylaymizki, urush, ya'ni qurolli mojarodan ko'ra muzokaralar jarayoni tezlashadi va Eronda va AQSh o'rtasida tez orada tinchlik kelishuvi erishilinadi.